Senga ham agar povod bersa bor-ku, voy, onasini yemsan. Yo'q. Borasan. Nega shunchalik ammasini yaxshi ko'radi bu? Ammam yaxshi ko'raman, chunki mana amma darsga olib boradi, yaxshi uradi. Ammasi bor-ku, bir xilda mamnaqa bo'lib qolar ekan kechqurunlar. Qolar ekan ammasi. Qachon bo'ladi? O'zi To'y. ayting, o'ziga unaqa bo'lmaydi. Bo'lmaydi unaqa. Tavba qildim, ammasi jinniroqmi? Voy, charchab ketdim. Bo'pti, ammang yaxshimi? Bo'ldi, ammang zo'rmi? To'kib yesa yeversin, jasi plyusiz qilaveradi. Xo'p? To'kib demaydi. Bo'pti. To'ksa ham san plyusiz qilarasan. To'kmaydi dada, eshiting. To'kmay yeydi o'zi. Aytib qo'yasana kelsa. Dastoyni yeydi, sekin o'tirib yeydi. Mehmonga kelgan bo'lsa. Agar yonida anu kichkina Maryam qizi bo'lsa, to'kilib ketar ekan. To'kilib ketar ekan, ha? Ha. U Maryam to'kvoradi-da. Kichkinada endi u. U katta bo'lsa u ham to'kmaydi. Maryam yaxshimi? Maryam ham ko'p urib bir qilsa. Yo'q, Urmaymi? yo'q urmang. To'kvasi opajon plyusiz qilaveradi. Abdulloh to'kvorsa nima qilay? Uni ham plyusiz qiladi. Urmaymi uni ham? Kichkina bolalarni urib bo'lmaydi, bola. Yo'nam o'zim, Alloh bergan. Ammamni eshiting. Voy, xo'p, ammangni mantinga o'tkazib qo'yaman kelsa. Men gapimni eshiting. Ko'pachani 8 qavat sol. Ko'pachani 8 qavat so'yasizlar. Ammangga 5 qavat so'rasizlar. ammang qarib qolganda unga go'shtlar, somsalar, kalbasalar ammang yaxshi ko'radi-ku. Kim olib boradi katta bo'lganda? Zalga bitta qarang. Zalga bitta qarang, dastingni. Yo, ammangga ovqat kim olib boradi qariganda?